Jin sevib qolgan kelinchak. Buxoro viloyatida yangi kelinchak tunda o'ziga o'zi gapirib, qabristonga borib keladigan bo'lib qoldi. Bu holatni ko'rgan eri va qaynonasi kelinni uyga qamab qo'yishdi. Biroz vaqt o'tib, qabristonga bora olmagan kelin og'irlashib yotib qoldi. Tunda alaqsirab, baqirib yig'laydigan bo'lib qoldi. Bir kuni kuyov kelin yotgan eshikni ochib qo'yib, kechqurun ortidan kuzatib qabristonga bordi. Qabristonga kirganlarida esa kelin bir burchakdagi hech kim yashamaydigan xonaga kirib, kimgadir kelin salom qilib kular edi. Qizig'i, kelin o'zi uxlagan holatda kelin salom qilib kular edi. O'zi nima qilayotganini bilmas edi. Kuyov kelinni uyg'otmaslik kerakligini, agar qabristonga bir o'zi kelganini bilsa, qo'rqib, yuragi yorilishi mumkinligini angladi va kelin o'zi uyga qaytishini kutdi. Kelin u yerdagi hech kim yashamaydigan xonaga kimgadir kelin salom qilib uyiga qaytdi. Uyga kelishi bilan eri va qaynonasi uni uyg'otishdi. So'rashganda esa hech nimani eslay olmasligini aytdi. Kuyov imomdan maslahat berishini so'rab oldiga boradi. Imom yaxshi bir solih do'sti borligini, u shunaqa nazarlanib qolganlarni Qur'on orqali davolashini aytdi. Imomning do'sti kelib, kelinga Qur'on o'qib berishni boshladi. Birinchi oyatlarni o'qiganida u qattiq tortindi va men u bilan qolaman, ketmayman deb baqira boshladi. Imom ustida ruqiya amalini o'tkazib, jinni undan uzoqlatishga urindi. Bir necha soat davomida jin asabiylashdi, baqirdi va hatto qo'li bilan imomga hujum qilmoqchi bo'ldi. Ammo bir necha duolardan keyin u og'zidagi so'zlarini o'zgartirdi. Meni ketkazmang, men uni sevaman. Birozdan so'ng u boshini qattiq qisib olib, qattiq baqirdi va bo'lgan voqeani aytib berdi. Men hammomda va hojatxonada yashardim. Bu kelin na hammomga kirganda, na hojatxonada duo o'qir edim. Shu sabab men uni ko'rib turardim. Duo o'qilsa biz ko'rmaymiz, ko'r bo'lib qolamiz va ta'sir o'tkaza olmaymiz. Lekin bu qiz duo o'qimasdi va men uni sevib qoldim. Endi esa men uni o'zimniki qilmoqchi edim. Imom unga ma'ruza qilib, Alloh jinlarga ham islom dinini buyurganini tushuntirdi. Unga din haqida va haqiqiy muhabbat haqida so'zlab berdi. Birozdan so'ng oshiq jin islomni qabul qildi va u uyni tark etdi. Kelinchak esa shu kundan boshlab hech qachon uyga, hammomga yoki hojatxonaga duosiz kirmaydigan bo'ldi. Hammom va hojatxonalar jinlar uchun yashirin joylardan biri hisoblanadi. Agar inson kirganda duo o'qimasa, ularning ta'siriga tushishi mumkin. Sabrina bilan sodir bo'lgan bu voqea esa bunday hodisalarning haqiqiy misoli.